O'z ish faoliyatimni 2024-yildan boshlaganman. Nurafshon mahallada kompleks xizmat ko'rsatuvchi xodim bo'lib 2024-yildan buyon ishlab kelmoqdaman. Men o'z faoliyatimni 2024-yildan boshlaganman. Faoliyatim davrida meni eng yaxshi ko'rib bajaradigan mashg'ulotim og'ir vaziyatga tushib qolgan fuqarolarga kes menejment asosida yordam ko'rsatish. 2025-yil noyabr oyida 181 nafar oilaga 1 milliondan bir martalik moddiy yordam berildi. Shishaki mahallasida 2055 ta aholi bo'lsa, shuni ichida 145 ta nogironligi bo'lgan shaxslar kambag'allik reyestriga kirgan oilalarga xizmat ko'rsataman. Kunlardan bir kuni nogironligi bor fuqaro xonadoniga eshigini taqillatib bordim. Qorong'ulikda hayotdan xafa, tayanch harakatda nuqsoni bor fuqaro eshikni ochdilar. Men o'zimni tanishtirdim. Men bilan gaplashishni xohlamadilar. Eshikni yopib kirib ketdilar. Va men ularni qaytib bezovta qilmadimda, oz fursat o'tgandan keyin men yana qayta bordim va menga ozgina vaqt ajratishlarini iltimos qilib so'radim. Nima sababdan bunday uylari qorong'uligini, nima sabab hayotlarida nima bo'lganligini sekin asta so'rashni boshladim. 1 yoshga yetmagan farzandlari olamdan o'tganligini va farzandlari olamdan o'tgandan keyin turmush o'rtoqlari ham tashlab ketganligini aytdilar. 2025-yil 4-chorakda ijtimoiy loyiha amalga oshirganman. Kam ta'minlangan oila vakilini monomarkazda o'qitdim. Qandolatchilik sohasini yaxshilab o'rganib hozirgi kunda o'z uyida o'z faoliyatini olib bormoqda. Shu bilan birgalikda kambag'allik reyestrida turganlarning oila a'zolariga ham hozirgi kunda o'sha o'z nimasini o'rgatib kelmoqda. Hunarni o'rgatib kelmoqda. Kambag'allik reyestriga kirib qolgan oilalarimizda ko'proq ishlashga layoqati bor, lekin imkoniyati yo'qligini aniqlaganmiz. Misol uchun, fuqaroimizdan birlari kunduzgi parvarishga muhtoj, lekin ushbu xonadonda qaynota, qaynona, kelin va kelinning 2 nafar farzandi istiqomat qilishadi. Kelinning turmush o'rtog'i vafot etganligi sababli bu oilani ijtimoiylashishini yaxshilash maqsadida biz Inson ijtimoiy xizmatlar markaziga berilgan imkoniyatlardan foydalanib, onaxonni kunduzgi qarab turish xizmatiga yo'naltirdik. Kelinni o'ziga yaqin bo'lgan hudud Aysha trikotaj korxonasiga ishga joyladim. Hozirgi kunda ushbu fuqaroyim bu ishga joylanganidan, qaynonasi kunduzgi qarab turish xizmatiga qatnayotganidan juda ham xursand. O'zimni oldimga maqsad qo'yib oldimda, ularni hayotlariga rang-baranglikni olib kirishni, hayotga yanada umid bog'lashligini ularga tushuntirdimda, ko'zim shunda xona burchagida turgan tikuv mashinasiga tushdi va u tikuv mashina kimga tegishliligini so'radim. U meniki, men tikuvchiman, qo'limda chiroyli hunarim bor, lekin hozir u hunarni olib bormayapman, hech narsani xohlamayman deb aytdilar. U fuqaroga kompleks baholash asosida keys ochdim. Birinchi suhbatlashish davridayoq ularga psixolog kerakligini bildimda, markazimiz psixologini ularga biriktirdim. Bundan tashqari mazkur fuqaroyimizni pasport muddati o'tib ketganligi sabab pasportini almashtira olmayotganligi sababli yurist xizmatini qo'ydim. Markaz yuristi tomonidan ularga yordam ko'rsatildi. Ular ko'p qavatli uyda turadilar. O'sha ko'p qavatli uyning podval qismi bo'sh turganligini mahalla raisi bilan surishtirdikda, ularga hokim yordamchi bilan sheriklikda 3 ta tikuv mashina olib berdik va u podval qismini ta'mirladik. O'zimiz birga mahalla yetkaziligi bilan ularga o'sha yerga sharoit qilib berdik. Kichik tikuvchilik sexini ochdik va kambag'allik reyestrida turgan 3 nafar fuqaroni ham ish bilan ta'minladik. Hozirgi kunda kambag'allik reyestrida turgan ayollari ish bilan ta'minlab hunar o'rgatyaptilar. Va bu agentligimizdan, prezidentimiz chiqarayotgan qarorlaridan hammasidan juda ham mamnun fuqaroyimiz. O'zi qiynalib, hunar orqali kambag'allikdan chiqib ketgan ayol hozirgi kunda o'sha mahalla hududidagi kambag'allik reyestrida turgan oilani vakillariga o'z hunarini o'rgatib, ularni ham og'ir vaziyatdan chiqib ketishiga yordam bermoqda. Bugungi kunda onaxonning sog'liqlarida ijobiy o'zgarishlar bor. Kelin daromadga kirgan. Natijada oiladagi muhit barqarorlashdi. Agar menga 2025-yilda nimaga erishding deb savol bersangiz agar, men ishonib ayta olamanki, bizni toifaga tushadigan nogironligi bor fuqarolar, kam ta'minlangan oilalar, bu oilalari ishonchiga, mehriga sazovor bo'lganimni
faxr bilan ayta olaman. Mana shunday holatlarda bevosita ishtirok etayotganimdan, kasbimdan va ish faoliyatimdan mamnunman. 2026-yilga esa bundanda kattaroq maqsadlarni qo'ydim. Mahallamdagi ko'proq fuqarolarga xizmat ko'rsatish, hozirgi kunda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan o'quvchilar ustida ishlashni rejalashtirganman. Shu kungacha ushbu kasbni tanlaganimdan hech qachon afsuslanmadim.